Nima bo'lyapti ekan deydi, hamma o'rab olgan. Yigirma olti yarim bunisini. Chorbobon. Bolasi qaysi buni? Vaqt qarang, vaqt mana. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Navin Samarqand viloyati Tayloq tumani Juma bozor mol bozorida sigirlar qatorida video syomkani boshlaymiz. Ko'pchilik talab istaklariga binoan bozorda bugun odam zo'r, mol ham zo'r. Narx-navolarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazib bermay ko'ringizlar. Like bosib, mana bunaqa sigirlar ko'rsatamiz. Nech pul buni aka bahosi? 52 deyapti. 52. Bozor nech pul qildi? Turibman malguncha. 52 million baho aytilyapti ekan. 46-45 qildi bozor. Bolasi nima? G'unojinmi? Bolasi metal g'unojincha deyapti. Nechta suti bor buni? Haqini bersa beraveradi. Mana bokdan ham aytib turibdi o'zi. 20 tasi yo'q. 20 tasiga. Nechinchi bola? 3-chi bola, ha? Bolasi g'unojincha ekan. 45-46 qilyapti, ha? Nomerni ayting, buni qiziqqanlari borda. 99lik 946 4601 3-chi qoringa tuqqan. Nomerni oldik. Bola ko'paysin. Kanal nima? Savdo avj olmoqda mana shida. 20 tasiga javob 30 taga chiqadi. Oltaga bitta mol so'radi deding. Yo'q. Uni yomon pul aytmayman. Hamma jida qo'ymang. Olib qo'ymayman. Mana men buni soat 3:00da olib keldi. Hammamiz bami chiqdi. Lupa odam bo'lgan odam baraka topadi bo'ldi. 45 kilometr. Ha, bir marta ham olib keldi. Agar Sanjar o'ylayman. 3:00da uyg'onib keldim deb. Sanjar o'zini bermayapti. O'rniga balasi bu aniq narsa. Tepsa, sho'xlasa, aytgan sutni bermasa. Javob bermay. Eshitayotsan. Molni bilyapsan, qanaqa ekanligini. Molni tanib keldi. Sana molni tanimasang mol olmaysan. Sanjar, men tanib turib olganman molni. Nech pul bahosi, nech pul qilyapti aka? 50 million qilyapti. 50 million so'ralayapti. Bolasi ko'paysin, g'unojin ekan, Eston. Mana qara. Hamma yerda mana. Kim o? Olaydi. Bormadi. Mayli, bo'lar. Olma javob. Molda orqalardan. Mana 50 million savdosi bo'lyapti mana shuni. Sanjar, yurib so'ra olib. Yo'q. Men sayni o'chirmayman. Daromad qilib so'ra olmadi. Yesa, Sanjar. Molda 4 tala sutasi joy-joyida. 50 pul kerak emasmi? Yo'q. 50 pul kerak emas. 50 million so'm savdo bo'lyapti uni. Sanjar 50 bo'ladi. Bu sharoitingga qarab, men senga hech narsa demadim. Maqsad ha? Zo'r. Nech pul ketdi? 50 million? 50 million baraka bo'ldi o'zi. Sotildi o'sha 50 million. Bolasi g'unojin. Tug'oz bor ekan mana bu yerda. Berasanmi? Berman 50 million so'm. Jon yura. Qo'lingga baraka topar. Shu savdosi bo'lyapti. 50 million. Bor baraka men. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 3-chisiga. 3-chi qoringa bo'g'oz. 50 million so'm savdo bo'lyapti mana shu.
Olmuşdan 1000 so'm o'tilayman. Sizin dedik, bankini getiriyor. Bu adamla yurag'i urmadi. Yana bitta bo'g'oz. Xushi xursand. Naqdi naq. Hey! Nechi pul buni bahosi? 70 kammi? 70 kami bor. Shuni savdosi bo'lyapti. 70 million kami bor deyapti. Mang 56 million so'm bor baraka topaylik. 56 million so'm savdo bo'lyapti. 57 milyon so'm misol boshqatdan men bu odamni akam olibdim hozir. Ikki akam bo'ladi. Voy boyagini ayting. Yo'q. Qo'ying shuni. 56 million. Nima kerak edi? Kamiga yana Ko'p bo'ladi. Yo'q. Ko'p bo'ladi bu. 3-qoringa bo'g'oz ekan. Yo'q. 70 million baho aytilgan. Ha, dedi, yaxshisi bor ekan. Ko'ring aka mana bolasi. Bolasini smital gibrid. Nojin ekan. Akamizda ekan. Nechinchi qoringa tuqqan? Ikkinchisiga. Nechtasi? 20 ta. 20 taga deyapti. Ikkinchi qoringa tuqqan. 20 tasga bolasi g'unojin. Nech pul buni bahosi? 60 million. 60 million kami bor. 20 tasga. Nomerni ayting. 91lik 91lik 033 033 77 60. 77 60. 20 tasga. 60 million so'm bahosi aytilgan. Mana buni 56 million savdo bo'ldi. Berilmadi. Galishning friz kiribdi bitta. Ha, bergan. Kattaligini qarang. Galishning friz. Buni qiyinda. Telefonga sig'mayapti o'zi. Bitta Nech pul bahosi? 70 ha? Bozor nech pul qildi buni? 55 so'rayapman. 55 so'rayapman. 55 million so'ralyapti ekan. Bolasi xonojin ekan. Nechinchi qoringa tuqqan? 3-ga tuqqan ekan. $70 million baho aytilgan. 55 million so'rayapti uni. Bolasi xonojin. Mana smetal bo'g'oz tushdi. Nima bo'ldi bu? 43 bo'ldi. Olindi-a? Yuzi ham 43. Necha oylik bo'g'oz? 6 oydan o'tdi. 6 oydan o'tgan. Yuzi ham 43 million so'm bo'ldi mana shu. Deyapti egalari. 6 oylik bo'g'oz. 43 million so'm. 6 oylik bo'g'oz. 100%. Mana bu yerda bo'g'ozlarni ham ko'rsatamiz. Necha oylik bo'g'oz bu? 8 oylik. Nech pul bahosi? Bahosini xullas 60 million. 60 million. Bozor nech pul qildi? 52 51 qildi mana bunisini. 53 qilibdi. 53 gacha borib savdosi. 8 oylik bo'g'oz. Bunisinin narxi Buni 40 diyorum. 40. Bu pashti tug'ib qoladi-ku. Ha, çıkardı. 9 oy уже to'ldirgan. Güzel bu bir hafta 10 Bir hafta 10 kunda tug'adi. 40 million so'm.
Birinchi qoringa ikkalasi ham. Nomerni ayting. 93'lük. 93lik 165. 165 77 70. 77 70. Bitta molni yana bitta ko'rsatamiz qiziqqanlarga. To'la yengilroq sigirlardan ko'rsatamiz qani. Nech pul buni bahosi? 45 million. Bozor nech pul qildi? 40 million qildi buni. Nechinchi bolasi? 3. balasi. 3-chi bolasi ekan. 45 million baho aytilgan, 40 million so'm bozor so'radi. Bolasi nima? G'unojinmi? Ko'rmasdan aytadigan bo'psiz o'zi bolasini. G'unojin aka. Jafar aka bo'pti aka. Hozir 15 ta sut bersa kerak. Yerga yaqin yapaloq sigir. Nech pul buni bahosi aka? 50 kam bor. Bozor nech pul qildi? 50 kam bor, bolasi mana bu ekan. Bozor 43 million so'm so'rabdi buni. Ikkinchi bolasi. $55 million kami bor ekan. 20 litr sutga deyapti. Birinchi bolasi ekan. Bolasi bu qocha. 55 million so'm. Balasi 300. Davosiya balasi. Kami bor deyapti. Onajon moli bo'ldi. Moli bo'ldi. Puli yengillardan mana shundan video qilamiz. Keyingi videoni bo'g'ozlardan ham o'tamiz. Ko'pchilik so'rayapti.